Albatta izlar, bu videoni oxirigacha ko'ramiz. Sababi, ya'ni Gentrafara biz oldin yugurgani somonxonagacha. Albatta, bu videoni ko'ring, to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Ya'ni nima bo'ldi? Dubayda edi, Koreyada edi, so'kmagan insoni qilmagan ishi qolmagan edi. Ana endi qaytarib o'taman, videoni ko'ring. Man Jugay Valeri ijtimoiy tarmoqda xalqimizni haqorat qilganman. Man hammasini shu aktiv uchun qildim, tanilishim uchun qildim. Lekin bu narsani hammasini tushunib yetib, juda qattiq pushaymonman. Hammadan chin qalbimdan men kechirim so'rayman. Juda qattiq pushaymonman. Iltimos qolaman, meni kechiringlar, iltimos xalq. To'g'ri, mana ijtimoiy tarmoqda qilmagan ishlarim qolmagan. Aktiv uchun men davlatimizni, xalqimizni, millatimizni haqorat qilganligim uchun juda qattiq pushaymonman. Va mana shu mehnatkash xalqimizdan chin yurakdan kechirimni so'ramoqchiman. Albatta, bu video bilan azizlar biz hammani ko'nglini ko'tarish yoki kimningdir kayfiyatini tushirish yo bo'lmasa Gentrafarani maqtab chiqish emas, iloji boricha azizlar aytilayotgan so'zga, qilinayotgan ishga sal e'tibor beradigan bo'lsak, iloji boricha o'ylab ish qiladigan bo'lsak, hammasi yaxshi. Hype'ni deb, PR'ni deb mana bu so'z kerak emas azizlar. O'shuning uchun azizlar, men bu bolani o'zini na oqlashga, na qoralashga emas, buning o'zi qaytarib o'taman, ko'p narsaga o'zi sababchi bo'lgan, faqat buning otasi, onasi yo bo'lmasa qaytarib o'taman yaqin bo'lgan insonlari qiynaladi har tomonlama. O'shaning uchun Alloh sabr bersin, kuch-quvvat bersin, mushkuli yengil bo'lsin deb qolamiz. Faqat hali sud darsi davom etmoqda. Iloji boricha kuzatamiz, qo'limdan kelgancha yangilikni olib borishga harakat qilaman. Hammaga omad, kanalda uzoqlashmang. Obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Bosamiz, faol bo'lamiz.